Furani arzonda so'rayotganlar uchun mana shu furani 26 ming AQSh dollarga berib yuboriladi. Pritsep bilan birgalikda faqat bitta sharti faqat naqd pulga sotiladi. Variant yo'q. Tegach 2009-yilda ishlab chiqarilgan pritsep, 2007-yilda ishlab chiqarilgan Krone pritsep, moslari saf mos, balonlari ham hammasi 100% yangi almashtirib qo'yilgan, almashtirilgandan beri hali ishlamagan. Hop, pritsepga tentlarni ham qo'shib beriladi. Tenti bor, rasmini ham qo'shib qo'yaman, ko'rsanglar bo'ladi. Tegach 414 kuchiga ega. Baklari faqat bir tomonda, bir tonada oshqi bak bilan jihozlangan. Ramasi qizil ramada ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i, buni probegi ham zo'r akalar. 1 192 000 km masofani bosib o'tgan. Buni o'zi oldin ham kanalimizga qo'yganmiz. Bizni kuzatayotganlar bo'lsa, oldin baraka bo'lganda avtokranga barterga kelishilgandi, lekin kran aytganlaridek chiqmagan, shu kelishmovchilik bo'lgan. Hozir endi yana qayta sotuvga qo'yildi. Endi buni olgan zo'r narx bo'lishi mumkin. Bo'ladigan narxi 26 ming AQSh dollarga berib yuboradigan bo'lib turibdilar. Qiziqqanlar egalariga telefon qilib, yana batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumanda turibdi. Videoga like bosib, shunaqa arzonni qidirib yurgan fura ishlanishlarga jo'natib qo'ysangiz, siz sababchi bo'lib, mana shu furani arzon narxga egasi bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat.